Word'da şekilsiz iş. Hem de biz Word'da bazı mezmunlarını tayyorlagan vaqtimizda bazı hujjatlarni buningki yazık bilan birga shakl qistirishga ehtiyojimiz tug'ildi. Bunday vaqtlarda biz Word'ning o'zidan foydalanib ba'zi oddiy shakllarni sizib Word'ga qistira olamiz. Shaklsiz ish munosabatli mazmunda bizningki so'zlamoqchi bo'lgan asosiy mazmunlar shaklni sizish, gruppalash ve şeklinin içiga tekst qistirish. Ondan bu şeklni har xil uslub, unum bilan tahrirlash. Mush mazmunlarni ko'rib o'tamiz. Biz Word'da bir quruq batech bo'ldik. Biz Uyg'urcha yoziq tahrirlaydigan bo'lg'achqa buning yo'nalishini o'zgartib olaylik. Endi biz shaklsiz uchun yana o'xshashlar qistirish betini tanlaymiz. Qistirish tizimligini tanlaymiz. Buning ichidan bu yerga qaraydigan bo'lsak shakllarda bir tur bor. Bu yerni olsak biz nurg'un tayyor shakllarni ko'ra olamiz. Biz o'zimizning hujjatiga mos kelgan shakllarni mush yerdan tanlab ishlasak bo'ldi. Masalan, tik to'rt bulon yoki bo'lmasa 55 deganga o'xshash. Biz buni xohlagancha tortib eklamiz sizsak, buni ishlatalaymiz. Biz bu misolimizda bir konkretroq bir shaklni sizib ko'raylik. Masalan, biz hujjatimizga bir telefonning shaklini qistirmoqchi. Biz bu vaqtda oddiy bir telefonni sizib ishlasak bo'ldi. Telefonninki umumiy gavdasini sizib olaylik. Biz buning ichiga buningki ekronni sizaylik. Biz bunu almasız qo'yibdik. Odatda telefonninki kirviki egmek oldu. Bunun ayniki tik to'rt bulon shakl oldu. Masalan, gerçi kirviki bek egilib ketgan bo'lsa-mu, sizib turaylik. Buningki ekrani. Hem de bununki astığa bir tane knopkasını qistiraylik. Yani biz bir telefonun shakliga erishdik. Ammo buning rengi degandek yaxshi bo'lmadi. Shunga biz buning rengini tanlaylik. Yani bu telefonninki umumiy rengi to'ldirdigan rang oq olsun. Ekranı bu üç alette bunun rengi qora rang olsun. Bu knopkasının rengini mi o'zgartib qo'yaylik. Knopkaning rengi bu xil shaklda olsun. Yani biz bir telefonni sizib oldik. Endi biz bu shaklni başka yo'tkab ishlatishimiz mumkin, tekstlar bilan aralashtirib ishlatishimiz mumkin. Biz bu telefonni odatda 3 tane shakldan sizdik. Bir tane egri girvaklik tik to'rt bulon, bir tane tik to'rt bulon, yana bu yerda knopkaga yana bir egri girvaklik tik to'rt bulon ishlatdik. Yani 3 tane shaklni birlashtirib ishlatdik. Endi biz buni bevosita yo'tkaymiz desak, buningki ma'lum bir silam yo'tkilib boshqasi qolib qoldi, yana chuvilib ketdi. Şunu biz bunu asla qaytarib olib, bunu grupplab ishlatishimiz kerak. Grupplash uchun biz mushu shakldagi umumiy shakldagi barliq tarmoq shakllarni tanlab olamiz. Tanlaganda birinchisini tanladik. İkincisini tanlash uchun kontrol knopkasini bosib turib tanlaymiz.
yana qaraydigan bo'lsak, ikkisi tanlandi. Kontrolni bosgan vaqtda bu mousening yoniga bir dona qush belgisi paydo bo'ldi. Endi biz 3-belgini tanlaylik. Tanlab bo'ldik. Bunu tanlab bo'lgandan keyin biz bu yerdan gruplash belgisini tanlasak, bu gruplandı yoki bo'lmasa buni 3-sini tanlab bo'lgandan keyin 10 knopkani bassak, yana bu yerda gruplash deb bor. Biz gruplab bo'ldik. Nima grupini chuv etmoqchi bo'lsak, buni ayrim-ayrim bitirib qo'ymoqchi bo'lsak, grupsizlash deganni tanlasak bo'ldi. Yana biz bunu grupladik, hamda buni yo'tkizsak, hammasi birga yo'tkildi. Endi biz shakliga nisbatan yana boshqa mashg'ulotlarni olib bora olamiz. Buning uchun biz yangi betga yana ayrim bir shakldan birini chizaylik. Aslidagi resimni ikkinchi betga chiqarib etdim. Birinchi betga davomli shakl chizaylik. Buning uchun biz programmalashdagi 3 qatlamliq programmalash texnikasining qurilma rasmini chizaylik. 3 qatlamliq programmada ya'ni mulozimat qavati yoki qatlami, kasbiy logika qatlami va ko'rinmay qatlamidan iborat 3 dona qatlam bor. Buning uchun biz mulozimat qavati yoki mulozimat qavatida bizning programmamizda sondan bor bo'lsa, bu sondan belgisini chizaylik. Bu eng tuvan qatlam. Uningdan keyin biz kasbiy logik qavati. Uningdan keyin ko'rinmay qavati. Bu 3 qavatni chizdik. Bu umumiy jihatdan bir shakl bo'ldi. Cho'ng kichiklikni tanishib olaylik. Endi bularga biz xat yozishimiz kerak. Xat yozmoqchi bo'lsak, bu xohlagan bir shaklni tanlab, 10 knopkani bosgandan keyin tekst qo'shish, yana bu tizimlikni tanlaymiz. Bu xat yozg'ili bo'ladigan holat ekan. Endi biz bu yerga o'zimiz xat yozsak bo'ldi. Kirgizgichni uyg'urcha tanishaylik. Sondan qavati. Tekstni tanlagandan keyin biz yana burungi tekstlarga o'xshash buningkiga har xil tanlashlarni bera olamiz. Yana bosh bet, buningki xat nusxasi, xat numerining cho'ng kichikligi, mana sondan qavati. Buningki o'rnatganga o'xshashlarni bevosita tanlab belgilanadi. Tekstning qurolliqi deganga o'xshash, yana boshqa tekst tayyorlash mashg'ulotlari bilan o'xshash. Ikkinchi qavatga ham yana o'xshash usulda tekst qo'shsak bo'ldi. Yana bu kasbiy logik qavati. Bu tekstni o'zgartirib olaylik. Buningga o'xshash usulda tekst qo'shimiz. Ko'rinmay qavati. Yana biz 3 qatlamliq programminingki umumiy qurilmasini chizdik. Hamda bu qurilmaningki yo'nalishi odatda ostidan ustiga bo'ldi. Yana biz yana qistirish betiga kelib, buningki bir dona stirlka qatayli. Endi biz stirlkani chizdik, lekin bizga lozim stirlka tuvandan yuqori yo'nalgan stirlka. Buni biz o'zgartirish uchun qaraydigan bo'lsak, bu stirlkani tanlagandan keyin buningki girvaklari xil chikit bor, bu orqali biz buning cho'ng kichikligini tanishay olamiz. Bu seriq tochka orqali stirlkaningki cho'ng kichikligini tanishaymiz.
bu yerdeki egmek strelka orqali biz buni aylantıra olamiz. Masalan, buni besib bu yoqqa tortsak strelka tikolatga keldi. Endi biz buni bu yerga kelib cho'ng kichiklik nisbatan yana ozroq o'zgartishga ko'zlaydi. Yani tanladık. Endi biz bu şekilde sızgan vaqtida bu avtomatik kök rengini to'ldirib berdi. Endi biz buni yana xohlagancha o'zgartsak bo'ldi. Masalan, sandanning resmini bu yerning shakl uslublar orqali o'zgartaylik. Yani bu xil rengi. Kasbiy logika qavatini bu xil rengga o'zgartaylik. Görünmüz qavati yeşil rengde olsun. Strelkini başka rengde o'zgartsak bo'ldi. Masalan, buningga o'xshash ichi quruq, sirti bu xil rengda. Yani shaklni tayyor uslublar orqali o'zgartiramiz. Resimning shaklini o'zgartganga o'xshash buningki yana bir qism inchki tangshashlarni olib berish bo'ldi. Masalan, resimning shaklininki, ramkininki rengi yoki ichiga to'ldiradigan rang. Ramki rengi, to'ldiradigan rang. Ondan boshqa tayyor unumlar, masalan, soya tushirish, 3D unum deganga o'xshash o'zgartib bersak bo'ldi. Masalan, biz bu shakldagi 3D unum kirgizib boqaylik. Buningga o'xshash. Yoki bo'lmasa texnik gavdalikroq shakl kirgizmoqchi bo'lsak, buningga o'xshash o'zgartib bersak bo'ldi. Endi undan boshqa biz bu shaklning xatlariga har xil unumlarni beralaymiz. Masalan, bu tekstga bu yerni xohlagan bir unumni tanlab ishlatib boqaylik. Masalan, bu xil. Yoki bo'lmasa bu xil deganga o'xshash. Tekst unumlari. Bu unumlarni o'zimiz inchga beralaymiz. Masalan, tekstning rangini to'ldiradigan rangni qaysi xil rangda qilamiz? Hozir oq rang. Buni yeshilga mayilroq bir rang qilmoqchi bo'lsak, buningga o'xshash. Yoki bo'lmasa buning girvak rangi, soya rangi deganga o'xshash. Undan keyin tekstninki o'rni, o'ttirg'imi, ustigimi, ostig'imi deganga o'xshash. Masalan, bu shakllarning hammada bu xatlar ustiga chiqib qolgan. Biz buni o'ttirg'i to'g'rilab qo'ysak, texmi chiroyliroq ko'rinadi. Undan boshqa buning cho'ng kichikligini biz har bir shaklninki bu yerdan ayrim-ayrim tanishib beralaymiz. Hamda buni sizib bo'lgandan keyin biz yana buni gruplab ishlatganimiz tuzuk. Yana bir rasmni tanladik. Kontrolni bosib turib yana birini, yana buningki girvikiga kelib tanlasak bo'ladi. Yana strelka 4 tane shaklni tanlab bo'ldik. 10 knopkani bosib gruplash tizimligidan gruplashni tanlasak, bu bütün bir shakl bo'lib gruplandi. Buni biz bevosita ishlatsak bo'ladi.